Har bir narsa mendan boshlanadi. Agar men o'zimni anglamasam, dunyoni ham anglay olmayman. Agar men o'zimni sevmasam, boshqani ham sevishim qiyin bo'ladi. Shuning uchun har bir o'zgarish ichkaridan boshlanadi. Men bizga aylanaman. Chunki hayotda eng muhim maktab bu munosabatlar. Bu yerda sevish, kechirish, tushunish va birgalikda o'sish bor. Oila bu ikki qalbni bir ritmda urishidir. Va nihoyat ular paydo bo'ladi. Bizning aksimiz. Ular uchun eng yaxshi tarbiya bu bizning kimligimiz. Chunki bola bizni eshitmaydi, ko'radi. O'zingni angla. Munosabatlaringga davola. Farzandingga yorug' hayot hadya et. Men Biz Ular 22-oktyabr Zaid Sarafshonda 10:30 da seminarda kutamiz.